Ayol kishi jamiyatning yarmi hisoblanib farzand tarbiyasida katta rol o'ynaydi. Kim uchundir ona, kim uchundir singil, kim uchundir rafiqa va kim uchundir farzanddir. Ayol kishilar shunday vazifalantirilgan. Ular go'zal xislatlar bilan ziynatlanmog'i lozim. Qur'on va sunnat ishorat qilgan ayollarning shaxsiyati bordir. Ular Maryam onamiz, Osiyo onamiz, Hadicha onamiz, Oysha onamiz va Fatima onalarimizdir. Go'zal odob axloq borasida ular avvalo bizga o'rnak bo'ladilar. Muslima ayolda jam bo'lgan ba'zi go'zal axloqlarni keltiramiz. Farzlarni ado qilishda taqvoli bo'lmoq. Kuyovini, ota-onasini, farzandlarini haqqida Allohdan qo'rqib, gunohlardan tiyilib sabr qilmoq. Ayol kishi itoatda sabrli bo'lmog'i, gunohlarga qarshi sabrli bo'lmog'i Alloh tarafidan berilgan qadrga sabrli bo'lmog'idir. Fidokorlik kuyovi va farzandlari uchun rohatidan, shirin uyqusidan voz kechishligidir. Ayni vaqtda oilasi uchun molidan va nafaqasidan sarf qiladi. Allohning roziligi uchun qiladi. Mehnatkash bo'lmog'i. Uyning ichida ayol kishi bilan erkak kishining yumushlarini solishtirganda, ayol kishining yumushlari ko'p bo'ladi. Uyning osoyishtaligi, ozodaligi, farzandlarining tarbiyasi va taomlantirilishi ayol kishining eng asosiy vazifalaridir. Hayoli bo'lmoq ayol uchun eng munosib xislatdir. Ayol kishi Allohga itoat qilishlikda kuyov uchun eng yaxshi yordamchidir. Ayol kishi oilasining barqarorligi va davom etishligini istagan holda Alloh harom qilgan narsalardan tiyilib kuyovidan o'zgaga qaramaydi. Ya'ni u ayollar ishlaridan boshqalarga boqmaslar. Saffot surasining 48-oyatida oldilarida ko'zlarini begonalardan tiyuvchi shahlo ko'zlilar bordir deb marhamat qilingan. Kuyovining molini va sharafini qo'riqlaydi. Niso surasining 34-oyatida solih ayollar itoatkor va Allohning hifzi himoyasi bo'yicha g'oyiblarning muhofazasini qiluvchilardir deb marhamat qilingan. Musulmon ayol ziyrak bo'ladi. O'zini dindan uzoqlashtiruvchi tuzoqlarni hamon sezadi va undan olis bo'ladi. Chunki ummat dushmanlari musulmon ayolini go'zal axloq va iffati bilan o'zini ziynatlaganligini bilishadi va islom dunyosining keng yoyilishi ham musulmon ayolining ilg'orligida bo'ladi. Shu sababla barcha o'qlarni musulmon ayolga qaratishgan. Lekin musulmon ayol ularning hiylalarini bilganligidan tuzoqlarni puchga chiqarib rejalarini buzadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan: Ayol kishi 5 vaqt namozini o'qisa va 1 oylik ro'zasini tutsa va nomusini qo'risa va eriga itoat qilsa, unga jannatning xohlagan eshigidan kir deyiladi. Videoyimizga klass bosing va boshqalarni ham biz tomon chorlang. Bu ham bir da'vat. Siz ham hissangizni qo'shing. وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح